keldinglar, mana maza qilib, o'qchiga kelib, zagratsiya qilib, qumlarga ko'milib, maza qilib yotibmiz. Sizlarning o'rtoqlaringiz kelinglar, yuralarni, sinfdoshlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlarimiz kelib, maza qilib, zagratsiya qilinglar. Mana uka hollarni olib keldi, ukalarning kasbkoriga, umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlariga yetsin, bizdan qaytmasa Xudodan bersin. Mana shunchalik borib, muxlislarim qatlariga borsam, "Ey aka, sizmi deyishyapti. Hamma yoqda ko'rib turib, video chiqargan joyimda mana bassinlarga borib videolar chiqaryapman. Endi o'qchiga keldim, o'qchilarga ham chiqaryapman. Chetlarga ham kelinglar, maza qilib dam olib ketasizlar. Muzdek suvlari bor, lo'l suv mazza. 2 soat, 3 soat kelib maza qilib dam olib ketsalar, aga borib turib, issiq olib turib, maza qilib o'tiraverasizlar. Bolalaringiz shukr, sog' bo'linglar. Rahmat ukajonimiz mana shunchalik kelib videolar qilib kelishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Nima niyat qilishgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Bola chaqalarni ozoq havasini ko'rsin. Ey Robbim, bemorlar yotgan bo'lsa shifo ato etgin. Qarzi bolalarga najot bergin. Farzand so'raganlarga farzand bergin. Umralarga ham, hajlarga ham, jannatlarga ham birga bo'lib, oqibatimiz yo'qolmasin. Ota-onasini o'ylab, uylar qilaman, to'ylar qilaman, mashinalar olaman degan aka-ukamiz ham omadini bersin. Ayniqsa bugun Radmi aka Umid akamiz tug'ilgan kunlari, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Bundan ham katta yoshlarni ko'rsin, yuzlarga kirib yursin. Mana amakim erimni shu o'qchilarga olib kelishdi. Amakimni ham tanjonlariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyatga olib kelishgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Shunaqa xursand bo'lib, hech qachon g'amlikni ko'rmasdan, Xudo deb yurgan odam hech qachon g'amlikni ko'rmaydi. Inshaalloh hammasi xursandchilik, yaxshilik bo'ladi. Nima niyat qilib yurgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi ajrini beradi. Videolarimiz, muomalalar yoqimli, rahmat deb e'tibor uchun sog' bo'linglar.